Alloh taologa da'vat qilishlik har bir mu'minning zimmasidagi farz amal. Mana Alloh taolo aytdi: "Laqad mannallohu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan." Mu'minlarga Alloh taolo o'zlaridan bo'lgan, ya'ni odam jinsidan bo'lgan insonni payg'ambar qilib yuborishligi bilan juda ham katta in'om qildi. Juda ham katta minnati bo'ldi. Va mana shu payg'ambarga ummat bo'lgan siz bilan biz u zot sollallohu alayhi vasallamning ishini davom ettirishimiz kerak. Bir-birimizni haqqa da'vat qilishimiz kerak. Amri ma'ruf nahiy munkar qilishimiz kerak. Ammo ba'zida bu narsani unutib qo'yamiz. Allohning diniga da'vat qilish har bitta musulmon bandaning zimmasidagi farz amal. Ammo ba'zida unutib qo'yamiz bu narsani. Allohning azobidan qutulish uchun birodarlar, biz bir-birimizni haqqa vasiyat qilishimiz kerak. Mana hozir haqqa vasiyat qilyapmiz bir-birimizni. Astagfirullah val asr innal insana lafi khusr. Alloh taolo aytayapti, asrga qasam. Asrga qasam, albatta inson ziyon, baxtsizlikdadir. Mana shu asr surasi bo'lsa, boshqa suralar bo'lmasdan yetar edi biz uchun deyiladi. Ulamolar shunday deyishadi. Agar asr surasidan boshqa sura bo'lmaganida biz uchun yetar edi deydi. Qur'onning 4dan bir ma'nosi bor deyiladi mana shu surada. Inson nima edi? Inson vaqt. Inson umr. Umr nima? Umr bu yillar, oylar, haftalar, kunlar, soatlar, daqiqalar, soniyalar. Sekundingiz, minutingiz, soatingiz, oyingiz o'tdimi? Demak, bir qismingiz o'tdi. Alloh taolo qasam ichib aytayapti. Inson ziyon zahmatdadir. Dunyoga kirdi, yutkizdi. Mana shu ziyondan qutuladigan odamlar 4 ta sifat. Faqat dedi Alloh taolo. Quyidagi 4 ta sifat kimda bo'lsa, shu ziyondan omonda. Diqqat qilaylik. Biz ham shu dunyoga kirdik. Binobarin shu ziyonga biz ham kirdik. Endi shu ziyondan qutulishni Alloh taolo yo'lini ko'rsatyapti. Faqat 4 ta sifati bor odamlar bu ziyondan omonda. Birinchisi illallazina amanu. Faqat iymon keltirgan bo'lsa, bo'ldimi? Yo'q, yana bitta sifat bor. Va amilus solihat. Solih amal qilgan bo'lsa, bo'ldimi? Yana bitta sifat bor. Va tavasaw bil haqq. Bir-birini haqqa chaqirsa, bo'ldimi? Yo'q, 4-inchisi bor. Va tavasaw bis sabr. Va sabr qilsa mana shuni yo'lida. Iymon, solih amal, bir-birini haqqa chaqirish, sabr qilish. Shu to'rala sifat bo'ladi, siz shu ziyondan omondasiz. Aks holda ziyonda ishidasiz. Shuning uchun birodar, bu borliqni yaratgan Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Bunda o'ylanib, ikkilanib o'tirib bo'lmaydi. Iymoningiz bor, alhamdulillah. Solih amalingiz bor, qo'lingizdan kelgancha, alhamdulillah. Endi mana 2 ta narsa qolyapti. Biz bee'tibor bo'layotgan. Bir-birimizni haqqa chaqirish va sabr qilish. O'sha mashinani olib qo'y deyish haqqa chaqirish bo'ladi. Sassa o'sha odam unga chidash nima bo'ladi? Sabrga kiradi. Mana ikkovi bilan qutula olmaymiz. Bu keyingi ikkitasi ham kerak. Chekara olib qo'y mashinani deyish. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Menga nima deyishni boshlagan kunimiz ummat sifatida birodarlar orqaga ketishni boshlaganimiz bo'ladi. Menga nima deydi? O'lib ketmaysanmi deydi. Da'vat qilishlik demak farz har bitta musulmonga. Amri ma'ruf nahiy munkar qilishlik farz. Lekin juda ko'p musulmonlar da'vat qilish bu domlalarni, olimlarning ishi, meni ishim emas degan tasavvur bilan yashayapti. Bu noto'g'ri. Men tirikchiligim bor, ilmim yo'q, da'vat qiladigan, ilm o'rgangan imkoniyatim yo'q. Shuning uchun da'vat meni ishim emas dedi, bu katta xato. Birodar, senga hech kim aytmayapti, bir chekkadan katta ilmlarda o'qidi. Chunki u katta ilmlarda o'qishlik hammaga farz emas. Musulmonlardan bir qismi shu katta ilmlar bilan mashg'ul bo'lsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Da'vat qilish uchun juda ham katta ilm bo'lish shart emas. Nimani bilasan? Namoz o'qish kerakligini bilasanmi? Da'vat qil, shu ilmni bilasan. Tahoratni bilasanmi? Da'vat qil, shu ilmni bilasan. Ramazon kelganda roza tutish farzligini bilasanmi? Bilganingga da'vat qil. Bo'ladimi shuna qilsa?
Alloh taolo hech qaysi bandani toqatidan tashqari ishga buyurmaydi. Bir narsani buyurdimi, demak qila oladi. Birodarlar, qaranglar-da. Mana 40 ta farz bor islomda. Islomda 5 ta, iymonda 7 ta, namozda 12 ta, tahorat. Mana shu farz amallar, hamma qilishi shart bo'lgan amallar qiyin emas. Agar qiyin bo'lganida hammaga Alloh taolo farz qilmas edi. Modomiki hamma uchun farz deyildimi, demak hammaning toqatidagi narsa. Amri ma'ruf nahy munkar ham mana shu 40 ta farzni bittasi. Ilmiy yetganicha da'vat qil. Ma'qulmi? Masalan, bir mavzuni eshitding, ta'sirlanding, xulosani olding. Shu xulosani gapirish ham da'vat bo'ladi. Ayolingga, farzandlaringga, do'stlaringga, qo'shnilaringga. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, biror bir qavm bir majlisda o'tirib Allohni zikr qilmasdan turib ketsa, shu majlisda ovqat yeyishgan bo'lsa, eshagini go'shtini yeb turgan bilan barobar bo'ladi. O'tiradi siyosat, o'tiradi g'iybat, o'tiradi nah-navo, bir marta bismillah Allohu akbar deyilmaydi, eshagini go'shtini yegan bilan barobar bo'ladi. Yana bitta majlis bor. Allohni eslashadi, jannatni eslashadi, hadisni eslashadi. Payg'ambarimiz aytadilar, mana shu bandalarni, ilm majlisida o'tirgan bandalarni farishtalar o'rab oladi. Rahmat ularni qoplaydi, ustiga sakinat tushadi va bu bandalarni Alloh o'zini huzurida zikr qiladi. Demak, sen ham da'vat qilishing kerak ilming yetgan joyigacha. Va anzir ashiratakal aqrabin. Yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring. Buni hikmati nima? Mana da'vatni eng yaqinlaringizdan boshlaysiz. Ayolingiz, farzandingiz, aka-ukalaringiz. Namozni farzlarni buyurasiz, haromdan qaytarasiz. Nimaga avvalambor qarindoshlaringni deyapti? Chunki qarindoshlaring bilan seni o'rtangda parda yo'q. Yur masjidga olib boraman, yur darsga olib boraman, yur mo kitobni o'qiymiz desiz, u sizdan cho'chimaydi, sizni taniydi-da. Endi begona odam yur mo kitobni o'qiymiz, yur darsxonaga olib boraman desa, tanimagan odamdan nima bo'ladi? Hayqishlik bo'ladi. Ana shu amri ma'ruf nahy munkar masalasida umuman ilmi yo'q odam ham da'vat qilishi mumkin. Qanaqa qilib? O'sha ma'ruza yozilgan bitta kaset edi yoki bitta disk edi. Oldi, eshitdi, foydalandi. Endi shu diskni 10 ta qilib ko'paytiradida jo'ralarga tarqatadi. Shu ham da'vatmi? Aka-ukalar yig'ilgan paytda mehmondoshlik bo'ldi uyda, ketayotganda bittadan qo'liga shu kasetani ushatib qo'yadi. Borib eshitinglar. Shu ham da'vatmi? Haligilar eshitib bo'lishdi, foydalanib bo'lishdimi, yig'ib oladi-da, yana boshqalarga tarqatadi. Bu ikki og'iz gapni chiroyli eplab gapira olmaydigan odam qila oladigan ish. Endi bu farzni bajardimi? Alloh yaxshi ko'rib, o'zini valilardan sanasa, ikki dunyo saodatiga erishadi, barakot topadi. Muhammad alayhisalomning insonlarga yuborilishligi Alloh taoloning eng katta in'omi bo'ladi. Mana Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah, laqad mannallohu alal mu'minin. Albatta Alloh mu'minlarga ato qildi, yaxshilikni in'om qildi. Eng katta yaxshilik Muhammad alayhisalomning payg'ambar bo'lib biz oramizga kelishligi. In'om, alman, ulkan ato. Birodarlar, bu yengil narsa bo'lmaydi. Ozgina xizmat, ozgina dunyo matohi, ozgina yordam bu alman deyilmaydi. Ulkan in'om, ato deyilmaydi. Shuning uchun aytamiz, siz birovga katta bir hovli joyini shunday hadya qilib qo'ydingiz. Katta narsa, o palon $1000 imorat. Odamlarning ko'zida katta narsa. Yoki kattaroq bir tijorat boshlamoqchi edi, biznes, siz bir chamadon pul berdingiz. Bu ham alman deyilmaydi. Dunyodagi katta ishini bitkazib berdingiz. Bu ham alman deyilmaydi, ato deyilmaydi. Sababi bu biz aytgan uy, boyagi chamadondagi pul yoki boshqa dunyo matohi inson o'lishi bilan dunyoda qolib ketadi. Inson qabrga o'zi kirib ketadi. Siz o'ldingiz, yerni betida qoldimi u narsa, demak u alman deyilmaydi. Haqiqiy ato, haqiqiy alman siz bilan qabrga ham kiradi, oxiratda ham yoningizda bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar, haqiqiy ato, haqiqiy alman
bu Alloh tomonidan bo'ladi. Insonning o'limi bilan tugaydigan narsalar ato deyilmaydi, alman bo'lmaydi. Odamlarning ko'zida katta mansabdor bo'lish, katta boy bo'lish, mashhur bo'lish, shon-shuhratga ega bo'lishlik, bu narsalar insonning o'lim bilan tavomiga yetadimi? Demak, ato emas bu. Alloh katta olganda buni zuvolasini qara, yegani oldida yemagani ketida. Qayoqqa uzatsa qo'li yetadi. Lekin ibodati yo'q, dindan uzoq. U eng faqir odam deyiladi. Kapanni cho'ntagi bo'lmaydi. Ipekka o'rab ko'mgani ko'rganmisizlar bironta bir prezident yoki boyni? Hammani suribga o'raydimi? Hammani qabri bir xil oladimi yo kafilashtirib chiqadimi qabriga ham? O'lim bilan tamom bo'lgan narsa alman deyilmaydi. Allohning atosi alman o'lim bilan tugab qolmaydi. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytgan edi. Haqiqiy boy va haqiqiy faqir Allohga ro'baro bo'lgandan keyin aniq bo'ladi. Kimni haqiqiy boyligi, kimni haqiqiy kambag'alligi qachon bilinar ekan? Alloh taologa ro'baro bo'lganingizdan keyin. Shuning uchun birodarlar, ana Zayd boy, ana Amr faqir demanglar. Chunki bizni tushunchamizda, bizni tasavvurimizda, bu dunyoyimizda boy kambag'al deyilyapti. Lekin Allohning oldiga borganda ko'ramiz. Sulaymon alayhissalom Allohning eng yaxshi ko'rgan bandalaridan, payg'ambarlardan. U kishidaqa podsho bo'lmaydi. Mendan keyin hech kimga nasib qilmaydigan mulkni, saltanatni bergin deb so'ragan edi. Jinlar xizmatida bo'lgan. Parandayu daranda hayvonlarning tilini tushungan. Hammasi Sulaymon alayhissalomning qo'shini, armiyasi bo'lgan. Lekin shu kishi vafot etgandan keyin deyiladi, jannatga kiradi payg'ambar u kishi. Hamma payg'ambarlar kirib bo'lgandan 40 yil o'tib keyin kiradi. Kiradi baribir. Nima uchun hammadan keyin kiradi? Hisob-kitobning og'irligidan, hisob-kitobning qiyinligidan. Shuning uchun inson dunyoda kambag'al bo'lganiga xafa bo'lib yashaydi. To'g'ri, kambag'al bo'lgandan ko'ra badolat bo'lgan yaxshi. Lekin kambag'al bo'lganiga qiyomat kunida quvonadi. Shunday bir shirkatlar bor. Ustamlik kapitali ancha-muncha mamlakatdan ko'ra kattaroq boyligi. Konsertlar, korporatsiyalar bor. Egalari shunaqa bir katta boy. Ammo ana shu puli har qancha katta bo'lmasin, qabrga quruq kirishadi. Mana ko'p takrorladik. Mana Apple kompaniyasining asoschisi Steve Jobs 56 yoshida o'lib ketdi. 8 milliard dollar qoldirdi. 8 milliard dollarni to'plab qo'ygan odam oshqozon osti bezini saratonidan, rakidan o'ldi. O'lim oldida aytgan gaplaridan o'lim degan haqiqatni oldida meni to'plagan obro'yim, qilgan tijoratim, topgan boyligim sariq chaqaga ham arzimas ekan deb dodda bo'lib ketdi. Shuning uchun birodarlar, haqiqiy boy va haqiqiy kambag'al Alloh taologa ro'baro bo'lingandan keyin bilinadi. Qabrga yolg'iz kiriladi. Eng katta yutuq, eng katta g'alaba, eng katta muvaffaqiyat Alloh taologa itoat qilishlik bilan qo'lga kiritiladi. Mana yutdi shu odam deydi. Yo yutkizdi deydi odamlar. Katta foyda qildi yoki katta zararga kirdi deydi odamlar. Bu katta foyda va katta zarar odamlarning nazarida katta foyda va katta zarar. Haqiqatan u katta foyda, katta zararmi? Siz foyda deyotgan narsani Alloh foyda deganmi? Siz katta zarar degan narsani Alloh zarar deganmi? Mana shu narsa bizni qiziqtirish kerak. Astag'firullah. Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allohga itoat qilsa, uning payg'ambariga itoat qilsa, baxt u ulkan yutuqqa, baxtga erishibdi. Eng katta yutuq deb Alloh taolo nimani aytdi bu yerda? Dunyo matohinimi? Itoatni aytayapti. Kim Allohga va payg'ambarga itoat qilgan bo'lsa, eng katta yutuqqa shu odam erishibdi deyapti.
Itoat qilyapmizmi? Alhamdulillahi robbil alamin. Ana shu itoatimiz qanchalar yuqori bo'lsa, qanchalar taqvoyimiz baland bo'lsa, Alloh aytayotgan yutuq shunga yarasha bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedik, umrimizda bir marta ixlos bilan ishonib, musulmonlar safiga kirdik. Endi buni bu yog'iga taqvoyimiz va toatimizga qarab turib, yutug'imiz belgilanadi. Kim ertalab payg'ambarimizga 100 marta salovat aytdi? O'ziga savol bersin. Kim ertalab turib 100 marta la ilaha illalloh dedi? Kim ertalab mana peshingacha la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir deb 100 marta aytdi. Aytganlar yutuqda bugun. Aytmaganlar yutkizdi. Kunimiz shunday o'tyapti. Shuning uchun yutuq deganda qimmat mashinani minib, qimmat telefonda ushab, imoratda hashamatli solib qo'ygan bo'lsa, buni yutuq demaylik. Kim Allohga va payg'ambarga itoat qilsa, mana shu odam katta yutuqqa erishibdi deyapti. Kim aytayapti buni? Alloh taolo aytayapti. Fawzun azim. Ulug' baxt deyapti Alloh taolo. Odamlar ham aytishadi shu so'zni. Ulug' baxt bu yutdi deydi. Endi Alloh ulug' baxt degan so'z bilan odamlar ulug' baxt degan so'z bir xilmi? Buni tushunish uchun bir misol aytamiz. Katta mablag'. Bu nech pul bu? Menda ko'p pul bor debdi birov. Nech pul bo'lishi mumkin? O'sha pulni menda ko'p pul bor deyotgan odamni kimligiga qarab turib belgilaymiz summasini. Masalan, hayit bayram bo'ldi, qarindoshlaridan hayitligi oldi. 6 yashar bola aytadiki, menda katta pul bor deydi. Men ro'ziyam pulim ko'p deydi. Nech pul bo'lishi mumkin u? 2000 so'm bo'lishi mumkin. Katta pul uchun 6 yashar bola uchun. U ham katta pul. Kim uchun katta pul? Yosh bola uchun. Endi bir rivoj topgan, taraqqiy topgan mamlakatda prezident aytdi. Iqtisodimizni rivojlantirgani katta mablag' to'plab qo'ydi dedi. U qancha pul bo'lishi mumkin? Milliardlagan dollar bo'lishi mumkin. Qarang, bir xil aytilgan so'z, katta pul. Yosh bola gapirsa 2000 so'm bo'lyapti. Boshqa prezident aytadigan bo'lsa, katta mamlakatning prezidenti milliardlar bo'lyapti. Shuning uchun mana shu odam yutuqda deb odamlar aytganda, bu odamlarning nazarida yutuq. Endi Alloh taolo aytayapti. Kim Allohga va payg'ambariga itoat qilsa, ulkan yutuqda deyapti. Yutuqda ekanmizmi, birodarlar biz? G'arb ko'rsatishadi, sharq ko'rsatishadi. Menga mashinalarni qara, supermarketlarni qara. Moncha oliy olar ekan bir oyda. Maza qilyapti-da shular. Shularni zuvolasini katta uzganda zo'r deb havas qilyapmiz. Mana shu gapni gapirayotgan paytimizda mo'minligimiz sal esimizdan chiqib qolyapti-da. Birodarlar, zo'r yashayapti dunyoda deganda biz iymondan kelib chiqib turib gapiraylik. Allohni taniydi. Allohni bitta deb biladi. Farzlarni bajaradi. Haromlardan tiyilgan, qo'lidan kelgan nafl amalni qiladi. Shu odam eng katta yutuqdagi odam. Uni mashinasi, uni dunyosiga qaramanglar. Chunki Alloh yutuq deyotganda nimani aytayapti? Dunyonimi? Nimani aytayapti? Alloh va rasuliga bo'lgan itoatni. Shuning uchun birodarlar, fawzun azim, ulug' baxt deganda biz iymonni, taqvoni, amalni tushunamiz. O'lim bilan tamomi yetadigan narsa Allohning in'omi, atosi, alman deyilmaydi. Allohning in'omi, atosi, alman siz bilan qabrga ham birga kiradi. Odamlar dunyo matohini katta narsa deb bilishadi. Dunyoni boyligini, hayotning bir orzusi, mazmuni deb bilishadi ba'zi bir odamlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslim keltirgan hadisda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allohi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha shurbata ma." Mana odamlar uni orqasidan quvalab yurgan dunyo matohi, boylik, dunyo matohi. Rasululloh aytadilar, agar bu dunyo uni ichidagi matohi Alloh uchun
chivinning qanotichalik qadri bo'lganida edi, undan kofirga bir qultum ham bermagan bo'lar edi. Chivin o'zi qancha vazni bor? Endi uni ikkita qanotini bittasi, uni qancha vazni bor? Umuman ustingizga tushganini ham bilmaysiz, ustingizdan uchib ketganini ham bilmaysiz. Allohning nazdida dunyo matohi boyligi chivinni qanotichalik qadri bo'lganida kofirlar u dunyodan olishmas edi deydi. O'shuning uchun o'lchov tushunchalarimizni to'g'rilab olaylik. Eng katta yutuqda kim ekan? Mo'minlar ekan. Demak, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bizni oramizga yuborilishliklari Alloh taoloning eng katta in'omi bo'ldi. Astagfirullah. Laqad manna Allohu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Albatta Alloh mu'minlarga o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni yuborishi bilan in'om qildi, ato qildi, yaxshilikni berdi. Endi Muhammad alayhisalomning kelishiga eng katta yaxshilik ekan. U zotning ishi nimadan iborat edi? Yatlu alayhim ayatihi. Allohning oyatlarini ularga tilovat qilib beradi. Dalillar, oyatlar, hujjatlar. Va yuallimuhumul kitob. Ularga kitobni ta'lim beradi. Odamlarni ko'plari g'ofil bo'lgan narsalarni eslatadi. Birodarlar, Qur'ondagi oyatlar bu Alloh taoloning azamatiga, qudratiga dalolat qiladigan belgilar bilan to'lgan. İnsonlarni bu Qur'on yuzlagan oyatlarda tafakkur qilishga, aql ishlatishlikka chaqiradi. Astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Albatta osmonlar va yerning yaratilishida, kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Allohning borligiga dalolat qiladigan oyat alomatlar bor. Biz shu darajada atrofimizdagi bu narsalarga ko'nikib ketganmizki, kunni chiqib botishligi qanaqa bir ulkan mo'jiza ekanligini qarab ham qo'ymaymiz. Biror marta uyqudan voz kechib, Ramazon kelyapti, turamiz. Saharlikni qilib turiblar, ozonda ishni gupot yotolmasdan bir tola joyga chiqaylik, keng joyga. Kunni chiqishligini bir kuzatib ko'ringlar-da. Yoki bir tog'ning ustiga chiqib turib kunni botishligini kuzatib ko'ring-da. Mo'jizaki u yog'i yo'q. Mana svet, kechqurun svet yorug'ida o'tiramiz, tappa to'shib qolsa stress ko'zimizga. Hech narsani ko'rmay qolamiz. Keyin loppa yonsa yana stress. Lekin Alloh taolo bu kun bilan tunni shunaqa almashtirib qo'yadiki, sezmaydi ko'zingiz. To'g'rimi? Qish kelibdimi deysiz? Qor yoqqanda. O'rik gullabdi, bahor kelibdimi deysiz? Shunaqa bir sekinlik bilan almashadiki, insonga malol kelmaydigan. Bu ham Alloh taoloning oyat alomati. Mana shu tafakkur qilgan odam, tafakkur qilmayotgan odamdan farqi bor. Meva-cheva sotadigan do'konga kiringda, prosta kuzatingda. Bananni, olmani, anorni, uzumni shaklini, rangini, hidini, ta'mini va pishishlik uslubini. Bitta shingilda 100 ta dona uzum. Bitta boshoqda 100 ta nima? Bug'doy. Endi tasavvur qilinglar, torg'iz shtushni pishgandaqa bug'doy ham shtushni pishganida. Yer yuzini hamma joyi ekinzor bo'lar edi, bitta boshoqda bitta bug'doy. Tasavvur qiling. Somoni ko'p bo'lib ketadi bug'doydan ham. Shu o'ylab ko'ringlar-da. Yo'q, o'ylanmaymiz-da. O'shuning uchun innama yaxshalloha min ibadihil ulama deydi Alloh taolo. Bandalarning ichida Allohdan kim ko'proq qo'rqadi? Kim chinakamiga qo'rqadi? Olimlar. Olim deganda albatta biz katta kitob o'qigan, katta allomani tushunamiz, lekin ozgina tafakkur qiling-da borliqqa qarab turib, siz ham olim bo'lasiz. Allazina yadhkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Alloh taolo mana shu borliqqa qarab fikr qiladigan bandalarni maqtab aytayapti. Qarangchi, sizda bormi shu narsa? Nima qiladi ular? Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydi. Hamda osmonlar va yerni yaralish haqida tafakkur qilib aytadiki,
ko'rib qoyil qolgandan keyin, aqllari lol qolgandan keyin aytadiki, Parvardigor, bu borliqni sen behuda yaratganing yo'q. Sen behuda ish qilishingdan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin. Qul inzuru ma'za fis samawati val ard. Alloh taolo aytayapti, ayting, osmonlar va yerdagi narsalarni kuzatinglar. Akalar, buyruq bu. Buyruq. Hozirgi davrda musulmonlarning katta qismi din, islom deganda faqatgina namozni, ro'zani, zakotni, hajni, shioriy ibodatlarni tushunadi. Ularning nazarida islom faqatgina shu. Namoz o'qib qo'ydi, ro'zani tutib qo'ydi, ko'chada bilganini qilsa bo'laveradi. Islom hayot uchun tafsiliy manhaj. Har bitta qilayotgan ishingizda, har bitta bosayotgan qadamingizda islomning ko'rsatmasi bor. Iymon axloqdir. Iymon xulqdir. Musulmonlar Habashistonga hijrat qilib borishganida mana Quraysh mushriklari Amr ibn al-Osni Habashistondan musulmonlarni qaytarib olib kelishlik uchun yuborishdi. Najjoshiyning oldida Qurayshning elchisi va musulmonlar turar ekan, Najjoshiy so'radi musulmonlardan, dinni nima dedi. Sizlar olib kelgan din nima dedi. Shunda Ja'far ibn Abi Talib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakivachchalari nima deb javob berdi? Ayyuhal malik, kunna qawman ahla jahiliya, na'budul asnam. Ey podshoh, qarang, sahobani nazarida din nima? Ey podshoh, biz butlarga ibodat qiladigan johil qavm edik. O'laksalarni yer edik, fahsh ishlarni qilar edik, qarindoshchilikni uzar edik, qo'shnichilikni yomon qilar edik. Oramizda kuchlilar kuchsizlarni yer edi. Alloh taolo oramizdan biz uni nasabini, rostgo'yligini, omonatdorligini va iffatini tanigan bir kishini payg'ambar qilib yuborganicha shunday holatda turdik. Qarang, bu sahoba nima deyapti? Dinni xulq deyapti. Yolg'onchi musulmon bo'lmaydi. Xiyonatkor musulmon bo'lmaydi. Va'dasiga vafo qilmaydigan musulmon bo'lmaydi. Ahdida turmaydigan musulmon bo'lmaydi. Rahim shafqatsiz musulmon bo'lmaydi. Mo'min musulmon degan odamda bunaqa yomon sifatlar bo'lishi mumkin emas. Axloqi go'zal bo'ladi. Birodarlar, islom bu go'zal xulq. Magazinga kirasan, klienti ko'ynini va pulini olishing uchun magazinchi maskani kiyadi. Nervi chiqib turgan bo'lsam, keling aka deydi. Nima xizmat deydi? O'zi ichida bir vulkan otilib turibdi, lekin maskada bu. O'zi xohlamayapti aligini absolut qilishdi. Mana shep ko'rib turibdi kamerada. Shirin so'z tashqariga chiqqandan keyin bu maskani ilib qo'yadi do'konga. Shuning uchun siz bilan biz mana bu ochiq yuzliligimiz, shirin so'zliligimiz, muloyimlik va kechirimli bo'lishligimiz uyga borganda ham shunday turgan bo'lsa, bu axloq bo'pti sizga. Agar uyga borganda u boshqacha bo'lib kelsa, bu hunar ekan sizga. Shuning uchun xulq bilan hunarni farqiga borib olaylik. Bizda ko'proq qaysinisi bo'ladi odatda? Shuning uchun sizning axloqingiz, birodar, xotiningiz bilan, farzandlaringiz bilan qilayotgan muomalangizda ko'rinadi. Ko'chaga chiqqanda hammamiz axloqlimiz. Ma'qulmi? Qod aflaha man tazakka. Dar haqiqat o'zini poklagan inson najot topdi. Qaysi bir musulmon birodaring axloqi seni axloqingdan go'zal bo'lsa, uni iymoni ham seni iymoningdan baland ekan. Ehtimol qiroatni sendaqa qila olmas, ehtimol sendaqa masala qila olmas, ehtimol sendaqa xayr ehson qila olmas, ammo mo'min bo'lib turib, farzni bajarib, haromdan tiyilgandan keyin axloqi sendan go'zalmi? Demak, shu odam sendan iymoni ham go'zal bo'ladi. Albatta siz ey Muhammad alayhisalom go'zal xulq ustidadirsiz. Dinimizni javhari, mag'zi mana shu. Go'zal xulq. To'g'ri so'z, pokiza qalb, omonatdorlik, avf, rahmat, kamtarlik va ikrom. Xiyonat yo'q, ta'na malomat yo'q, kibr yo'q,
yolg'on yo'q, hasad, zulm yo'q. Alloh subhanahu va taoloni bandalar orasiga Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib yuborishligi bu eng ulug' in'omi, eng ulug' minnati. Muhammad alayhisalomni payg'ambar bo'lib kelishligi Alloh taolaning atosi, fazli. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi, Astagfiru billah. Laqad manallohu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Albatta Alloh mu'minlarga o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni yuborish bilan yaxshilik qildi. Ya'ni siz bilan biz oramizda Muhammad alayhisalomning payg'ambar bo'lib kelishligi ulug' in'om. Mana ko'rib chiqamiz nimaga bunday deyotganligimizni. U payg'ambar farishta bo'lmadi, jin bo'lmadi. Inson toifasidan bo'ldi. Toki insonlar ibrat olsin, o'ziga namunada bilsin. Inson toifasi, jinlar toifasi. Mana ayyuhas saqalan deydi Alloh taolo. Yelkasiga shariat taklifotlari yuklatilgan ikkita maxluq, inson va jin. Mana shu ikkala toifaga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlar. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidalika falyafrahu. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh taoloning fazl va marhamati bilan va rahmat mehribonligi bilan shu ne'mat bilan xurram bo'lsin. Shu yerda Allohning fazli bilan xursand bo'lsin deyapti Alloh taolo. Nima edi u fazl desa, Muhammad alayhisalomning bizga payg'ambar bo'lib kelishligi. Minnat qilishlik faqat Alloh taoloning haqqi. Mana al-mannan, ato qiluvchi. Endi bergan narsasini minnat qilishlik faqat Alloh subhanahu va taologa yarashadi. Arablar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, o'zlarini musulmon bo'lganligini aytib, so'zi bilan minnat qilishdi. Astagfirullah. Yamunnuna alayka an aslamu. Sizga ey Muhammad alayhisalom ular musulmon bo'lganligini minnat qilishadi. Qul la tamunna alayya islamakum. Sizlar menga islomiylarni musulmon bo'lganlarda gapirib minnat qilmanglar. Balki minnatni Alloh qiladi. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Sizlar mu'min bo'ldik, musulmon bo'ldik deb minnat qilmanglar menga. Minnatni Alloh qiladi. Chunki sizlarni iymonga hidoyat qilib qo'ydi. Biza kalima keltirib musulmon bo'lishligimiz, birodarlar, Alloh taoloning bizga bo'lgan in'omi. Agar Alloh tavfiq bermasa, shu kalimani ayta olmas edingiz. Men o'zim musulmon bo'ldim, men iymon keltirdim demang. Alloh sizga hidoyatni bermasa iymon keltira olmas edingiz. Chunki birodarlar, agar Alloh in'om qilmasa, al-mannan bo'lgan Robbimiz ato qilmasa, kalima ayta olmas edik. Sabab avvalgi o'tgan payg'ambarlarni ummatlarning holini qarang. Solih alayhisolamning qavmi, Samud qavmi payg'ambardan mo'jiza talab qilishdi. Mana bu tosh yorilsin, ichidan tuya chiqsin. Tosh yorilsin, tuya chiqsin. Juda ham katta tuya bo'lsin. Juni uzun bo'lsin. Qizil bo'lsin. Qornida 10 oylik bolasi bo'lsin. Biz bir haftada ichadigan suvimizni bir marta bir ichib qo'ysin. Mana o'zlari mo'jizani talab qilishdi. Solih alayhisalom Allohning amri bilan, izni bilan duo qilib, tosh yorildi, ichidan mo'jiza chiqdi. Iymon keltirishdimi? Demak, Alloh taolo in'om qiladi. Alloh taolo qalbingizni ochadi, iymon keltirasiz. Aks holda kalimani ham keltira olmaysiz. Alloh taolo sizlarni mu'min qilib, iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Sizlar minnat qilmanglar so'zinglar bilan. Alloh taolo fe'li bilan sizlarga minnat qilib qo'ydi. Endi sizlar so'zinglar bilan minnat qilasizlarmi Allohga? Minnat qilishlik faqat Alloh taoloning haqqi. Minnat qilish degani nima degani o'zi? Minnat qilish, birovga yaxshilik qildingiz, birovga foyda istaydi, keyin shuni gapirib, shuni qilganligingizni pesh qilasiz. Minnat qilish faqat Allohning haqqi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hunayndan tushgan g'animani musulmonlar o'rtasida taqsim qilib berdilar, hammaga berdilar. Faqat ansorlarga bermadilar. Shunda ansorlar o'pkalashdi, xafa bo'lishdi. Ha, endi Rasululloh Makkani oldilar, o'zini vataniga keldilar. Endi shu yerda qolsa kerak. Qiylanganida biz yordam bergan edik, yonida turib bergan edik, kelganida joy bergan edik. Endi biz kerak bo'lmay qoldik deb turib o'pkalashdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni to'plab,
Alam takunu dollan fahadakumullohu bi. Zalolatda emasmi deylar men kelishimdan avval? Men tufayli Alloh sizlarga hidoyat qilmadimi? Kambag'al emasmi deylar men kelishimdan avval? Alloh sizlarni boy qilmadimi men tufayli? Tarqog'i deylar men kelishimdan avval. Alloh men tufayli sizlarni bir qilmadimi dedilar. Ya'ni minnat shu. Ansorlar nima deyishdi? Rasulullohning so'ziga e'tibor beringlar. Men sizlarni hidoyat qildim, men sizlarni bir qilib qo'ydim, men sizlarni boy qilib qo'ydim deyaptilarmi? Yo'q. Men tufayli Alloh hidoyat qilmadimi? Men tufayli boy qilmadimi? Men tufayli boshinglarni bir qilmadimi dedilar. Ya'ni bu ishlar Alloh taoloning qo'lidagi narsa. Bandaga yaxshilik qila olmaydi agar Alloh tavfiq bermasa. Men odam qilib qo'yganman o'zi buni deysiz-ku. Agar birovga foydasi tekkan bo'lsa. Bo'ldi, savobi ketdi o'sha ishingizni. Sahobalar indamay turishdi. To'g'ri. Va Rasululloh aytdilar, sizlar ham aytmaysizlarmi? Aytsanglar haq bo'lasizlar. Ya Rasululloh, yurtingizga sig'magan edingiz, biz qabul qildik. Faqir edingiz, yoningizda turdik. Zaif edingiz, qilishlaringiz bilan turdik demaysizlarmi? Desanglar, biz ham sizga foydamiz tekkan desanglar, haq bo'lasizlar deydi. Ansorlar nima deyishdi? Valillahi va rasulihil man deyishdi. Minnat qilish Alloh va uning rasulining haqqi deyishdi. Biz minnat qilmaymiz deyishdi. Shuning uchun bironta bir xayrli ishga siz muvaffaq bo'lib, xalqingizga, vataningizga, musulmonlarga, ummatga foydasi tekkan bo'lsa, aytingki bu Allohning menga bo'lgan fazli bo'ldi. Alloh menga shu narsani in'om qildi, shuni qildim. Allohning fazli deb ayting. Chunki men qildim desangiz, fazlni Allohga qaytarmasdan o'zim qildim desangiz, keyin shunday ishni qilishlikka qodir bo'lmaysiz. Shuning uchun agar Alloh senga o'zining fazlini izhor qilishni istasa, shu fazlni yaratadi-da, uni senga nisbat qilib qo'yadi. Bir odamni ovozi juda ham bir yoqimli, shiralik, Qur'on o'qisa hamma maza qiladi. Xo'p, nima qildi u shunaqa ovozga ega bo'lish uchun aytingchi? Hech narsa qilgani yo'q, Alloh berib qo'ydi. Birov basavlat, ko'rkam kelishgan chiroyli inson. Nima qildi bu chiroyli bo'lish uchun? Alloh shunday qilib yaratib qo'ydi. Shuning uchun sizda nima yaxshilik bo'lsa, bu nima? Allohning fazli deng. Va siz kimga qanaqa yaxshilik qilgan bo'lsangiz, Allohning fazli deng. Minnat qilmang. Chunki minnat qilishlik al-Mannan bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning haqqi. Shaharda o'rtasidan katta bir imoratni sotib oldi bir badavlat odam. Xayriya fondiga shunday berib yubordi. Endi shu xayriya fondi yangi imoratda ishini boshlayapti. Imoratning ochilishi marosimiga yig'ilgan odamlar mikrofonni qo'liga kim olsa, shu odamga rahmat aytib, minnatdorchilik bildirib, katta ish qildingiz, yaxshi ish qildingiz deb hammasi unga bir maqtovli so'zlarni aytdi. Lekin mana shu mikrofonni qo'liga ushlaganlardan bittasi chiqib aytdiki, "Ey falonchi, siz ham boshqa odamlarga o'xshab bizni fondimizdan yordam oladiganlar qatorida bo'lib qolishingiz mumkin edi. Siz ham kambag'al bo'lib qolishingiz mumkin edi. Lekin Alloh sizga fazl ko'rsatdi. Sizni ihson oladiganlardan emas, ihson qiladiganlardan qilib qo'ydi. Bu Allohning fazli bo'ldi" dedi. Uni maqtamadi. Haqiqiy fazl egasini maqtadi. Kimni maqtadi? Shuning uchun birodar, agar sen boshqalarga bir foydang tegsa, ilming bilan, quvvating bilan, hunaring bilan, dunyoing bilan, boyliging bilan, mansabing bilan qalbing shukrdan erib ketsin. Nimaga? Chunki shunaqa imkoniyatni Alloh taolo senga berib qo'ydi. Senga shu bir imkoniyatni berdi. Aks holda sen ham ana shu ihsonni oladiganlardan qilib qo'yish mumkin edi. Tushuninglar birodarlar. Ihson berishni va ihson olishni insonning aql zagovatiga aloqasi yo'q. Ihson qilibdi, demak qo'lida dunyosi bor ekan, demak boy badavlat ekan, aql hushi joyida, shuning uchun boy bo'pti demanglar. Endi qo'li kalta ekan, ihson talab ekan, demak pul topa olmabdi, past shakillik, shuning uchun kambag'al ekan demanglar. Chunki ihson qilish bilan ihson olishni aql zakovatga hech qanaqa aloqasi yo'q. Nima deylar? Bu taqdir masalasi. Bu qazoy qadar Allohning xohishi.
Shunaqa bir ilm ma'rifatli, aqlli, xushli insonlar borki, Alloh uni rizqini tang qilib qo'ygan. Taqdir. Ehson olishga majbur, yordam so'rashga majbur. Yana shunaqa bir odamlar bor. Ilm ma'rifatdan umuman xabari yo'q. Aql zakovati ham o'rtachadan sal pastroq. Lekin boy badavlat. Nima masalasi bu? Taqdir masalasi, qazo masalasi, Allohning xohishi masalasi. Shuning uchun agar sizga Alloh taolo yaxshilik qilish imkoniyatini bergan bo'lsa, yaxshilikni qilingda qalbingiz shukrdan erib ketsin. Shunaqa yaxshilik qiladiganlar qatoriga qo'shdi. Shuning uchun birodar, hokisor tur, kibrga ketma, men qildim dema. Allohning fazli deb tursang, shu qilgan yaxshiliging davomiy turadi, yaxshilik qilaverasan odamlarga. Al-Mannan bo'lgan Robbimiz siz so'rashingizdan avval ham ato qilib qo'yaveradi. Hamma narsa Alloh taoloning qo'lida. Minnat faqat Allohning haqqi. Masalan, saxovatli, aql xushli, boy ota qish kelganda, sovuq tushganda farzandining ustida mana shu qishlik kiyimi yo'qligini ko'rsa, nima qiladi? Avval so'rasin, keyin olib beraman deydimi? Nima deydi? Bu ota farzandi menga to'n olib bering deyishini kutmaydi. Modomiki bu ota komil insonmi, so'ramasa ham bolasi olib beraveradi. Endi eng komil bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo bandasi so'ramasa ham ato qilib qo'yaveradi. Una bo'lsa domla ba'zida so'rasa ham bermayapti-yu. Keldimi? O'tgan darsimizda aytdik buni. Birodarlar, bu darslarchi bir yig'lab qo'yib, mazax qo'yib chiqib ketadigan darslar emas. Mana ikkita narsani tuzatib chiqib ketishimiz kerak. Nimani tuzatishimiz kerak? O'lchov tushunchani. Duoingdan oladigan ulushing Allohga bog'lanishing. Qaytaraman. Duodan sen oladigan ulush Allohga bog'lanishliging. Duodan oladigan ulushing albatta ijobat bo'lishi emas. Ijobat bo'lishi ham mumkin duoing, ijobat bo'lmasligi ham mumkin. Bu emas asosiy ulush. Asosiy ulush muhimi Allohga bog'landing. Alloh taolo al-Karim bo'lgan zot. Alloh taolo saxovatli, al-Javod bo'lgan zot. So'ramasang ham ato qilishini taqozo qiladi bu sifatlari. Ammo so'rasang ham bermadimi? Demak, shu so'ragan narsangda senga foyda yo'q edi. Tushunarlimi? Duo qilsang ham bermadimi? Demak, shu so'ragan narsangda senga yaxshilik yo'q ekan. Chunki siz nima deyapsiz? Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar deyapsiz. Parvardigor bizga dunyoda ham yaxshilikni ber, oxiratda ham yaxshilikni ber deyapsiz, ha? Endi bermadimi? Demak, bermaganida yaxshilik bor ekan. Tushunarlimi? Albatta Alloh taolaning bir qudrati ilohiyasi, hikmati. Mana siz yomon degan, siz zarar degan, bu minus degan narsani orqasida hikmat bor. Siz tushunmaganingiz uchun buni minus deyapsiz. Masalan, bug'doy pishadi, mana shu non mahsulotlarimizni asosi. Insonning jasadida qanaqa bir vitaminga yoki minerallarga ehtiyoj bo'lsa, bug'doyda bor ekan. Bug'doyni qopga solib 5 yilga ilib qo'ysangiz, nima bo'ladi bug'doy? Nima tushib ketadi? Mita tushib ketadi, qurt tushib ketadi. Xo'p, uzoq saqlay olmaysiz. Bu yaxshilikmi, yomonlikmi? Yomonlik deb o'ylaysiz. Chunki masalan, o'sha tillarni bosib qo'ysangiz, miyam turaveradi. Bug'doyni mita tushib ketishligi, qurt tushib ketishi yaxshilik ekan. Nimaga desiz? Agar bug'doy yillab turaveradigan narsa bo'lsa, puldorlar bug'doyni bosib monopoliya qilib qimmatchilik olib ketar ekan. Endi tushundingizmi? O'sha mita tushar ekan, o'sha bug'doyni bosib qo'yganlar uzog'i 2 yilda nima qilish kerak ekan? Yoqingizni ushlaysiz, Alloh taoloning hikmatiga qarab turib, birodarlar. Agar bug'doy o'sha bir aynimaydigan narsa bo'lsa, o'lay nima bo'lar edi? Shuncha aytyapmiz. Alloh taoloning har bitta ishida hikmat bor. Uni siz tushunmaganligi uchun yomonlik deb o'ylayapsiz. Ana, so'rasangiz bermadi, yomonlik deb o'ylayapsiz buni.
Demak, yaxshilik ekan, birodar. O'shuning uchun mana ikkita narsani tuzating. Baxt nima edi? Baxt pulda emas. Pulda qanchaligida? Bu johillarning tushunchasi. Baxt, birodarlar, rozilikda. Alloh bergan kuningizdan rozimisiz? Siz eng baxtli odamsiz, shuni tushuning. Shuni tushuning. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha biyadikal khoyr. Qarang, Parvardigor, ey mulk va davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilasan. Istagan kishingdan bu mulkni olib qo'yasan. Istagan kishini aziz qilasan, istagan kishini xor qilasan. Biyadikal khoyr, yaxshilik seni qo'lingda. Oyatda biyadika shar demayapti, yomonlik seni qo'lingda demayapti. Yaxshilik Alloh taoloning qo'lida. Alloh bandalarga yomonlikni ravo ko'rmaydi, lekin bandalar o'zlari so'rab oladi. Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an katir. Nima musibat yetsa ustinglarga, nima sizlarga yoqmaydigan makruh ish kelgan bo'lsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi. Yana Alloh ko'pini kechirib turadi deb aytayapti. Agar Alloh taolo bandalarni qilayotgan ishlariga deydi Soffot surasida 10nida biriga bir jazo bersa, yer yuzida biron narsani qoldirmassiz deydi. Biz o'zi bundan ham yomon narsaga loyiqmiz. Robbimiz kechirib turadi. 100 tadan bittasiga jazo berib, qolgan 99 tasini yuvib turadi. Xo'p, minnat qilishlik Alloh taoloning haqqi ekan. Astagfirullah va la tamnun tastakthir. Berayotgan narsangizni ko'p sanagan holda ihson qilmang. Hayotda shunaqa ham bo'lib turadi. O'zini aqlli sanagan qo'shtirnoq ichidagi ayrim odamlar hozir deydi palonchi kelib qopti, borib jinday xizmatini qilib qo'y. Senga foydasi tegadi deydi. Bir ozgina xizmat qilib qo'ysang, mashinangni olib yurib qo'yasan, mehmon qilib choy ichirib qo'yasan ki bu qanaqa ihson bo'ldi bu? Bu ihsonmi bu? Ihsonmi bu? Qarang, ozgina yaxshilik qilib qo'yib turib, evaziga bir narsa talab qiladi. Lekin Alloh taolo esa haqiqiy minnat qilishga haqli bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo sizga hamma narsani berib qo'yadi-da, evaziga hech narsani so'ramaydi. Ibodat qil demayaptimi? Ro'za tut demayaptimi? Zakot, sadaqa qil demayaptimi? Evaziga so'rayaptimi? Yo'q, evaziga so'ramayapti. Alloh taolo ibodat qil deb buyurgan bo'lsa, bu o'zingizning foydangiz, birodar. O'zingizning foydangiz. Birni ber, 10 ta olasan deyapti. Allohning yo'lida qilgan infog'inglar yerga tushgan bir dona bug'doyga o'xshaydi deyapti Alloh taolo. Bir dona bug'doydan 7 ta boshoq chiqadi, har bitta boshoqda 100 tadan don bor, 700 barobar bo'lyapti. Alloh xohlagan bandasiga yana ham ko'paytirib ziyoda qilib beradi deyapti. Shuning uchun biz qilayotgan ibodatimiz Alloh taolo bergan narsani shukrni ado qilishga yetmaydi va shukrni ado qila olmaymiz ham. Biz qilayotgan ibodatimiz kim uchun? O'zimiz uchun. Bilib qo'yinglar, jannatga hech kim amali bilan kira olmaydi. Wala anta ya Rasululloh, sizni ham amalingiz jannatga kirib ketishligingizga yetmaydimi yo Rasululloh? Yo'q, meni ham amalim yetmaydi. Jannatga Allohning rahmati bilan kiramiz. Endi qilgan amallarimiz jannatdagi darajamizni belgilaydigan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu dan so'rayaptilar. Ya Muoz, hal tadri ma haqqullohi alal ibad? Ey Muoz, Allohning bandalari ustidagi haqqi nima ekanligini bilasanmi? Allohning nima haqqi bor bandalarning ustida? Muoz ibn Jabal aytadi, Alloh va uning rasuli biluvchiroq. Shu savolni 2 yoki 3 marta so'radilar. So'ngra Rasululloh o'zi javob berdilar, Allohning bandalari ustidagi haqqi unga ibodat qilishlari. Allohning haqqi biz unga ibodat qilishimiz. Endi ikkinchi savol. Ya Muoz, hal tadri ma haqqul ibadi alallohi idza fa'alu zalik? Agar bandalar shuni qilishsa, Allohga ibodat qilishsa, bandalarni Allohning ustida qanaqa haqqi bo'ladi, bilasanmi? Alloh va Rasul bo'luvchi deb javob berdi. Payg'ambarimiz o'zi javob berib aytdilar, agar ular o'shani qilishsa, yolg'iz Allohga ibodat qilishsa,
Alloh ularni azoblamaydi. Agar biz Allohni o'ziga ibodat qilsak, bizni azoblamasligi bizni Allohning ustidagi haqqimiz bo'ladi. E'tibor bering, mana shu hadisning ikkinchi qismi siz bilan bizni qalbimizga omonlik, xotirjamligini to'ldirib qo'yadi. Allohga bo'lgan muhabbatni, ishonchni to'ldirib qo'yadi. Biz agar osiylik qilmasak, tavhidda tursak, gunoh ma'siyatdan qo'limizdan kelganicha tiyilsak, Alloh bizni azoblamas ekan. Ma yaf'alullohu bi azabikum in shakartum va amantum deydi Alloh oyatda. Ey bandalar, nima qilaman men sizlarni azoblab, agar shukr keltirsanglar, iymon keltirsanglar. Xulosa, agar siz mo'min bo'lsangiz, shokir mo'min bo'ladigan bo'lsangiz, Alloh sizni azoblamas ekan. Endi biz mo'min bo'lib turib, ustimizga sinovlar, balolar, qiyinchiliklar, mashaqqatlar kelayotgan bo'lsa, demak nuqson biz tomonimizdan. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz aytganlaridek, oyog'ingizni toyilib ketishimi, qayrilib qoldi oyog'ingiz. Yoki bir qo'lingiz qaltirab, qo'lingizdan peles tushib ketdimi? Yoki bir cho'p, daraxtni bir cho'pi teringizni shilib yordimi? Ki bor, qilgan ishinglar sababli bo'ladi deyaptilar. Musibat deganda o katta baloni tushunmaylar. O'sha sizni ko'nglingizga yoqmaydigan mayda ishlar ham qilgan ishinglar tufayli bo'ladi. Vaholanki Alloh taoloni kechirib yuboradiganlari gunohlarning ichida bundan ko'ra ko'proq bo'ladi deydi. Agar birodar Allohni yaxshi ko'rsang, unga itoatda tursang, xolis bo'lsang, bandalarni haqqa da'vat qilsang, haloyiqning xizmatida tursang, ularni qo'rqitmasang, haqqini ado qilsang, haqlarini yemasang, ihsonli banda bo'lsang, muhabbatiga erishsang, iymonli va shokir banda bo'lsang, Alloh seni hargiz azoblamaydi. Chunki sen, birodar, o'zingni boyligingni boshqalarni faqir qilish ustiga qurmagansan. Chunki sen o'zingni azizligingni boshqalarni xorlash ustiga qurmagansan. Ularni qalblariga qo'rquv solmagansan. Shuning uchun agar sen muhsin, shokir mo'min bo'ladigan bo'lsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Senga bo'lgan muhabbatni Alloh taolo haloyiqning qalbiga joylab qo'yadi. Rasululloh duo qiladi. Aytadiki, Allohga duo qildim, ijobat qilmadi deydi. Mana shu shoshiltirgani bo'ladi. Endi bermaydi so'raganini. Shuning uchun 5 yil o'tar duo qilsangiz, 10 yil o'tar, 100 yil o'tar, bu vaqt siz bilan biz uchun vaqt. Tushunarli birodarlar? Duo qilishlikdagi asosiy oladigan ulushimiz duoni ijobat bo'lishi emas, Allohga bog'langanligimiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana Toifdan qaytayotib, bilasizlar, sirat darslarida aytganmiz, toshbo'ron bo'ldilar. Toifga chiqib da'vat qildilar qavmini, ular toshbo'ron qilib qaytarishdi. Mana qaytib o'tirib, shu Toifdan chiqqanida bog'da o'tirib duo qildilar. Parvardigor, meni kimga tashab qo'yding? Menga rahim qilmaydigan zolimga, dushmangami yoki oxiri ko'rinmaydigan yo'lgami? Holatini bayon qilib turib aytdiki, in lam yakun bika ghadabun alay fala ubali walakinna afiyataka awsa'uli. Shuncha muammo ishda turibman, Parvardigor, shuncha qiyinchilik bo'lyapti, ammo shu holatda menga g'azab qilmayotgan bo'lsang bo'ldi, bularga parvo qilmayman. Lekin ofiyating men uchun yaxshiroqda deb qo'ydi. Duo ijobat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ajaban li amril mu'min." Mo'minning ishi ajablanarli. Inna amrohu kullahu lahu khayr. Uni hamma ishlari o'zini foydasiga va bu faqat mo'minga berilgan. Agar unga yaxshilik yetsa shukr keltiradi, shukr keltirgan o'ziga yaxshi. Agar unga yomonlik yetsa sabr qiladi, bu ham o'ziga yaxshi. Bu faqat kimga berilgan ekan? Mo'minga. Yaxshilik yetsa alhamdulillah dedi, o'zini foydasi. Musibat yetsa sabr qiladi, shukr qiladi, bu ham uni o'zini foydasi. Allohning rahmati umumiydir. Ishlari hikmatli. Eng salohiyatli yaxshi ishni qiladi. Chunki u mutlaq bo'lgan zot. Agar siz bilan bizni iymonimiz komil bo'lsa, shunga Allohning har bitta ishining orqasida hikmat bor degan narsaga iymonimiz komil bo'ladigan bo'lsa, birodarlar,
ustimizga kelayotgan har qanday ishni orqasida hikmati bor ekanligiga iymonimiz komil bo'lsa, Allohning qazoy qadariga rozi bo'lamiz. Bandaning haqiqiy mo'minligi uning qazoy qadariga roziligidan. Qaytaraman. Banda qazoy qadarga rozimi? Taqdiriga rozimi? Demak, shu odam nima ekan? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza ahabballohu abdan ibtalahu." Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uni balolaydi. Fa in sabara ijtabahu. Mana shu balolarga sabr qilsa, tanlab oladi. Fa in shakara iqtanahu. Agar shukr keltirsa, hayotidan qanoatlantirib qo'yadi. Tushunarlimi? Qanaqa ish keldi ustingizga taqdir tomonidan sizga yoqmaydigan. Siz unga sabr qiling. Alloh tanlab oladi. Sabr qilsangiz, qanoatlantirib qo'yadi hayotingizdan. Ya'ni baxtli qilib qo'yadi siz hayotingizdan. Demak, Ismul Azam Alloh taoloning Ar-Rob ismi bo'lishi mumkin, Ar-Rohim bo'lishi mumkin yoki Al-Mannan bo'lishi mumkin. Al-Mannan so'zining lug'aviy ma'nosi. Al-Mannan lug'atda siyg'ay mubolag'a, manna yamunnu mannan fe'lidan olinadi. Bir narsani kesdi, bir narsani ketkizdi yoki bir narsani ato qildi. Yana bir ma'nosi in'om qildi, yaxshilik qildi. Al-Mannan degani Alloh taolo ato qiluvchi, in'om qiluvchi bo'lgan zot. Alloh taolo payg'ambarimizga aytadi Qur'oni Karimda: "Va innalaka la ajron g'oyru mamnun." Albatta ey Muhammad alayhisalom, siz uchun bitmas tuganmas ajr mukofot bordir. Ya'ni hisobsiz. Minna. Mana al-Mannan so'zi ato qiluvchi ekan. Minna, minnat aytishadi ayrim ulamolar, og'ir ne'matdir. Bir odam boshqa bir odamga 10 ming so'm hadya qildi. Shunday berib xolis. Albatta bu yaxshilik. Endi 1 million so'm berdi. Bu undan ham katta yaxshilik. Endi katta bir yangi qurilgan hovlini hadya qilib yubordi, evazsiz, xolis. Shunchaki hadya qildi. Albatta odamlarning nazarida bu ishlar katta yaxshilik bo'ladi. Endi Alloh taolo sizga nimalarni ato qildi evazsiz? Bir o'ylab ko'ring-da. Sizni bor qildi. Zurriyotingizni davom etishini berdi. Hidoyatni berdi, rushdni berdi. Evaziga hech narsa olmadi. TVdagi odamni 10 ming so'm, 1 million so'm uyini hadya qilishiga ham ato qilish. Lekin Alloh taoloning ato qilganining oldida bu hech narsa emas-da. Tushunarlimi? Alloh taoloning ulug' atolaridan bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo bandalarga ne'matlarni berar ekan, kimga dunyoning matohini hammasidan beradi, ammo hidoyatni bermaydi. Kimgadir hidoyatni, rushdni beradi, dunyo matohidan ozroq beradi. Qaysinisiga ko'proq ato qilib qo'yibdi shu yerda? 70 yil yashar, 80 yil yashar, ketadi dunyodan. Inson dunyodan chiqib ketayotganda biladi, haqiqiy in'om, haqiqiy ato bu hidoyat ekanligini. Ungacha o'sha dunyo matohi qo'liga yetarli kelmayotgan bo'lsa, yetishmovchilik bo'lib turgan bo'lsa, shikoyat qilaveradi, ming'illaveradi. Vaholanki eng katta narsani Alloh taolo berib qo'ygan edi, bu iymonni. Eng katta ne'mat, eng haqiqiy ne'mat Allohni tanishlik va hidoyat. Alloh azza va jalla bu dunyo matohini, boylikni, sog'likni, mansabni, quvvatni, chiroyni yaxshi ko'rgan bandasiga ham beravergan, yomon ko'rgan bandasiga ham beravergan. Ana ko'rmaysizmi? Fir'avn yer yuzida yashab o'tgan eng katta zolim. Fir'avnga ham berdi bu saltanatni. Endi o'zi yaxshi ko'rgan payg'ambari Sulaymon alayhisalomga ham berdi shu saltanatni, mulkni. Alloh taolo bu dunyoni boyligini, chaqasini o'zi yomon ko'rgan Qorunga ham berib qo'yaverdi. Va o'zi yaxshi ko'rgan bandasi Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Avfga ham beraverdi. Demak, birodarlar, bu dunyo matohini bir odamning qo'lida ko'p bo'lishligi uni Alloh yaxshi ko'rganligini belgisi bo'lmaydi. Bir bandaning qo'lida dunyo matohini oz bo'lishligi Alloh uni yomon ko'rganligini belgisi bo'lmaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga hidoyat beradi. Alloh yaxshi ko'rmagan bandasiga bermaydi buni. Chunki bu dunyo matohi, birodarlar, o'lim bilan nima bo'ladi? Tamom bo'ladi. Endi xulosa qilamiz.
Modomiki o'lim bilan tugaydigan bo'lsa, sizni qo'lingizdagi narsa Alloh taoloning in'omi, atosi deyilmaydi. Qaytarib aytaman. Siz in'om, ne'mat, katta yutuq deb o'ylayotgan boylik, mansab, shuhrat, quvvat o'limingiz bilan tugadimi? Demak, bu Allohning atosi emas. Chunki Alloh taoloning atosi u dunyoda ham bo'ladi. U ato bu dunyoda berilgan ato. Siz bilan qabrga ham kiradi. Agar qabrga kirmay tevada qolgan bo'lsa ato emas, qabrga birga kiradigan bo'lsa bu atosi bo'ladi. Bu dunyo matohi agar o'lim bilan tugaydigan bo'lsa, haqiqiy in'om deyilmaydi. Mana har safar darsda aytamiz. Apple kompaniya asoschisi Steve Jobs 8 milliard dollarni to'plab qo'yib 56 yoshida oshqozon osti bezini raki bilan ketdi, saratoni bilan. O'liyotib dod deyapti. Men oldimga qo'ygan maqsad, men idealda bilgan narsa xato edi ekan. O'lim degan haqiqatni oldida sariqchiqaga arzimaydigan narsa ekan deyapti. 8 milliard dollarni topgan odam, hayoti muvaffaqiyatning ramzi bo'lib hisoblangan odam alam qilib o'tib ketyapti. Sarobni orqasidan quvgan ekanman deb. Mo'minchi dunyodan chiqib ketar ekan, la ilaha illalloh bilan yashab, la ilaha illalloh bilan chiqib ketayotganligidan o'zini saodatli his qiladi. Shunday emasmi? Alloh sizga hamma yo'lni berdi, iymonni bermadimi? U berilgan narsa hech narsa emas. Chunki qo'lingda turgan bu boylik yuragini to'xtashi bilan tamom, vorislari qoladi. Tirik, o'ynab kulib, harakatda bo'lib yurgan inson bir lahzada tarixga aylanadi. Rahmat qilsin Alloh deb qo'yishadi. Tirikchilikda deb shopir mashinasiga o'tiradi, haydaydi, bir haftadan keyin shu mashinaga yuk bo'lib keladi o'zi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar, uzilib to'xtab qoladigan narsa Alloh taoloning atosi va karami bo'lmaydi. Chunki dunyo hovlisi uzilish va ajralish hovlisi. O'lim hamma narsani ketkazadi. Boyni boyligini ketkazadi, faqirni muhtojligini ketkazadi, polvonni quvvatini ketkazadi, zaifning ojizligini, sog'ning sog'ligini, kasalning kasalligini ketkazadi. Chunki bu dunyo, birodarlar, balo va ajralishlar hovlisi bo'ladi. Har bitta o'tayotgan lahzamiz siz bilan bizni qabrga qarab olib ketyapti. Inson vaqt. Inson nima? Inson vaqt. Yillar, oylar, haftalar, kunlar, soatlar, daqiqalar, soniyalar yig'indisi. Har bitta o'tgan sekundingiz, minutingiz sizni qabrga olib ketyapti. Shuning uchun bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsak, katta ishlarni bitta imzosi bilan hal qilib qo'yadigan odam o'lim kelganda hech kim bo'lmay qoladi. Dunyoda ato qilingan ne'matlar, minnatlar, og'ir ne'matlardir. Ular agar oxiratdagi ne'matlarga yetish uchun sabab bo'lmasa, bas u ne'mat emas ekan. Qarang, Alloh qo'lingizga katta pul berdi. Shu pulni sarfladingiz Alloh rozi bo'ladigan joyga, sizni oxiratga qarab intiltiryaptimi? Allohning rizosi jannatga qarab olib ketyaptimi? Demak, yaxshi ne'mat ekan. Agar qo'lingizda turgan katta dunyo, sizga berilgan boylik oxiratga sarflanib, sizni qadringizni ko'tarmayaptimi Allohning ko'zida, Allohning nazarida? Demak, bu ulug' ne'mat emas ekan. Sizga berilgan narsa sizni Allohning roziligiga qarab yetalamasa, bu ulug' ne'mat deyilmaydi. Astagfirullah. Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' baxtga erishibdi. Ana baxtim nimani aytayapti? Alloh va payg'ambarga bo'ysunsa deyapti. Haqiqiy ulug'vorlik, haqiqiy g'alaba jannatni qo'lga kiritishlik. Astagfirullah. Innal muttaqina fi jannatin va nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida qodir podshoh huzuridagi rozi bo'lingan o'rinda bo'lurlar. Shuning uchun birodarlar, haqiqiy boylik, haqiqiy g'alaba nima ekan? Allohning rizosiga erishishlik. Mana jamoatimizda har xil toifada odamlar o'tiribdi. Badavlat odamlar, o'rtahollar, qo'li kaltalar. Ali ibn Abi Talib aytadi: haqiqiy boylik va haqiqiy kambag'allik Allohga ro'baro bo'lingandan keyin bilinadi.
Tushunarliga? Chunki inson bu dunyoda boy bo'ldi, o'rta hol bo'ldi yoki qo'li kalta bo'ldi. 70 yil, 80 yil yashadi, o'ldi. Allohning huzuriga borganda bilinadi kim haqiqiy boy bo'lganligi. O'sha bir masjidning qurilishida shu bir xorijdagi bir fond qurib berganda, ma'lum bir joyga yetganda pul bermay qo'ydi. Endi o bir 15 yil yo'g'ini gapiryapman. Yetmay qoldi, bir 80% kelib to'xtab qoldi masjid. Endi u paytda yoshmiz, birov tanimaydi, unga borib yalanyapmiz, bir mashina quma beryapti, bunga borib so'ranyapmiz. Allohning uyi uchun 5 tonna sement olib beryapti. Bitta akamiz juda katta chiqimlarni qilib berdi. Bu 20 ming 30 ming dollarlik narsa qilib berdi. Endi u davrda katta pul edi, o 20 ming. Endi xuddi o'sha odamimiz saviyasida yana bitta boy akani chaqirdik masjidga, keldi. Aka boshlovdi, to'xtatdi. Bo'ldi, men tushundim sizlarni. Da Xudoga shukr. Tushungan odamga sadaqasi kelsa yaxshi edi. Yarim so'zdan tushundi dedi-da. Bo'ldi dedi, shunday cho'ntagimdan bir siqim pul chiqarib 50 dollar olib berdi. Biz 50 ming dollar bergandek xursandchilik bilan oldik. Chunki masjidga 50 dollar katta pulda, ularning ko'zida. Domlalarga 50 dollar katta pulda, uni ko'zida. Bitta o'tirishiga 300-400 dollar sarflab qo'yaradi, ammo chaqirib masjidga Allohning uyiga ihson qiling desa 50 dollar berdi. Boymas ekan u odam demak. Nariga birinchi ihsonni qilgan odam o'tib ketdi. Alloh rahmat qilsin, faqat yaxshilik bilan eslaymiz. Qilgan ishlari boshiga soyama bo'lsin qiyomat kunida. Ammo bu yerga akamiz bor hali. 50 dollar, hoji aka 50 dollar. U bermadi emas. Alloh olmadi undan. To'g'rimi? Endi u boymi, kambag'almi? Ali ibn Abi Talib aytayapti, al-ghina val faqru ba'dal ardi alalloh. Haqiqiy boylik bilan haqiqiy kambag'allik qachon bilinadi? Allohga ro'baro bo'lganimizdan keyin. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar, qo'linglardagi dunyoyilar Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarga sarflanglar. Ana shu qo'linglardagi dunyo, boshqalarning qo'lida yo'q bo'lgan sizlarning qo'lidagi dunyo, sizlarni oxiratga, Allohga qarab yetalamayotgan bo'lsa, bu sinov deyiladi. Go'yo Alloh taolo aytayapti, "Ey bandalar, berganim mukofot, man qilganim jazo emas." Chunki bizda unaqa tushuncha bor u. Alloh yaxshi ko'rgani uchun zuvolasini katta uzibdi. Ha, demak bu shu filosofiya bilan, shu logika bilan qarasak, zuvolasini kichkina uzgan bo'lsa, demak Alloh nima qilib uni? Allohni yaxshi ko'rgani, Allohning muhabbati zuvolani katta kichik uzish bilan emas. Iymon bilan, amal bilan, taqvo bilan. Berganim mukofot, bermaganim jazo emas. Berganim sinov, bermaganim shifo. Chunki qo'lida dunyosi katta bo'lgan odamni gunoh ma'siyatga ham imkoniyati katta bo'ladi. Endi qo'liga dunyoni katta bermadimi, shu fitnadan shifo berib qo'yibdi. Tushunarlimi? Astagfiru billah. Qul innal khosirina allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalarga ham ziyon qilgan kimsalardir. Ogoh bo'linglar, ana shugina ochiq ziyonkorlikdir. O'ziga ham ziyon qildi, iymon e'tiqoddan uzoq yurib, solih amaldan, oilasiga ham ziyon qildi. Al-Mannan. Alloh taolaning go'zal ismlaridan Al-Mannan. U shunday zotki, senga katta ne'matlarni ato qiladi. Bir odam so'zi bilan minnat qiladi. Bir yaxshilik qilgan bo'ladi-da, gapirib ta'na qilib oladi. Men seni odam qilib qo'ydim deydi. Men seni semirtirib qo'ydim deydi. Bu qabih narsa. Minnat qilishlik. Yana amali bilan ham minnat qilinadi. Bu nima degani? Senga bir narsani beradi, sen uchun bir ishni qilib qo'yadi-da, ammo bu qilgan yaxshiligi xolis emas, Allohning roziligi uchun emas. Sizni o'ziga qarzdor qilib qo'yish uchun beradi. O'ziga bog'lab qo'yishlik uchun. Demak, so'z bilan ham minnat qilinar ekan, amal bilan ham nima qilar ekan? Minnat qilinar ekan. Ammo ayrim o'rinlarda deydi ulamolar, minnat qilishlik kerak deydi. Qachon? Nonko'rlik qilinganida, gunoh ma'siyat yurib ketayotgan paytda. Birovga kamondan o'q otishni o'rgatib qo'yasiz, keyin o'zingizga otadi.
Birovga so'zni terishni o'rgatib qo'yasiz, keyin so'zga usta bo'lgandan keyin o'zingizni masxara qilib hijo qiladi. Minnat qilishlikka faqatgina Alloh taolo haqli. La tubtilu sadaqatikum bil manni val adha. Ey mu'minlar deydi Alloh taolo. Qilgan sadaqalarni minnat qilib, aziyat yetkazib, ta'na qilib, habada qilib yormanglar. Yaxshilik qilib qo'yadi, doim gapirib yuradi. Uyli bo'lib qolishingizga bir foydasi tegdi. Yashayapsiz, har ko'rganda uyingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Mazza qilib o'tiribsizmi? Har ko'rganda ta'na qiladi. Yoki biror bir kiyim hadya qilib qo'ydi. Yo mashinangizga 4 ta bo'lgan podarka qilib qo'ydi. Va mazza qilib kiyyapsizmi? Har ko'rganda mashinangiz yumshoq bo'lib qoldimi? Mana shu ta'na bo'ladi. Minnat al-mannan bo'lgan Alloh taoloning haqqi. Tushunarlimi? Banda minnat qilishga haqqi yo'q, chunki aytayapti oyatda. Qilgan sadaqalarda ta'na qilib, minnat qilib nima qilmanglar? Habada qilmanglar. Agar siz birovga yaxshilik qilgan bo'lsangiz, Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, unutib yuborishingiz kerak. U yaxshilikni qilmaganda yurishingiz kerak. Ammo sizga birov yaxshilik qilgan bo'lsa, buni aksi. Hech qachon unutmang buni. Chunki Alloh taolo "Vala tansabul fadla baynakum" deydi. O'zaro bir-biringizlarga bo'ladigan fazli karamlarni unutmanglar. Qarang, mana Alloh muvaffaq qiladi. Qandaydir foydali ish qilasiz jamiyatga, odamlarga. Shunda odamlar aytadi, falonchi mana bunday yaxshilik ishni qildi. Falonchi asfalt solib berdi. Falonchi yetimxonaga mana bir tomni qurib berdi. Falonchiga mana yordam berdi. Eshitdingiz. Siz gapirmayapsiz, odamlar gapiryapti. Shunda nima qilish kerak? Nima deyish kerak? Bu Allohning fazli deyish kerak. Bu Allohning fazli deyish kerak. Minnat faqat Allohning haqqi deyish kerak. Endi birovni yaxshiligini birov gapiryapti. Falonchi yaxshilik qildi deb maqtagan paytda yana aytishingiz kerak. Ana shu odamga shu yaxshilikni qilishlikka Alloh tavfiq berdi. Alloh uni shunday ish qilishlikka imkoniyat berdi. Bu Allohning tavfiqi deyish kerak. Tushunarlimi? Biz o'zimiz yaxshilik qilsak Allohning fazli deymiz. Agar birovga yaxshilik qildisa aytamiz bu ham Allohning fazli deymiz. Mana shu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Mana shu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Iza aradallohu izhara fadlihi alayka xalaqal fadla va nasabahu ilayka deyiladi hikmatda. Alloh senga o'zining fazlini ko'rsatishni xohlasa, seni erkalatib qo'yishni xohlasa, seni qadringni ko'tarib qo'yishni xohlasa, fazlni yaratadi-da, shuni senga nisbat qilib qo'yadi. Nima degani bu? Qo'lingizga dunyo berdi va qalbingizga saxovatini qo'shib berdi. Ana, seni Alloh erkalatishni xohladi, qalbingga saxovatni ham berdi, keyin qo'ling bera oldi. O'shuning uchun Alloh meni bergizdi deng. Alloh meni shu ishga burdi deng. Shu ishni Alloh qildirdi deng, shu ishni doim qilasiz. Yo'q, men o'zim qildim bu narsani desangiz, Allohning fazli to'xtab qoladi ustingizda. Keyin qila olmay qolasiz. Shuning uchun nima yaxshilik qilsak, birodarlar, aytaylik Allohning fazli, Allohning fazli, Allohning fazli va mana birodarlarimizning qilgan ishi nima bo'ldi? Sabab bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, minnat qilish kim haq ekan? Alloh subhanahu va taoloning. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.